Tasavvur qiling, O'zbekistonda chiqqan bir yigit $150 ming bilan to'lov servisini yaratdi va uni $55 million ga sotdi. Uning ismi Sarvar Ruzmatov. U talabalik paytida internet do'kon ochmoqchi bo'lgan, lekin muammo bitta edi. O'sha paytda O'zbekistonda onlayn to'lov deyarli yo'q. Odamlar naqd pul to'lardi yoki kuryerlar terminal olib yurardi. Shunda Sarvar nega internet to'lov servisi yaratmaslik kerak deb o'yladi va o'z jamg'armasidan $150 ming tikib Paycomni ishga tushirdi. Bugungi Payme. Bu platforma internet do'konlarga onlayn to'lov qabul qilish imkonini berdi. Keyin esa mobil hamyon ham yaratildi. Odamlar telefon orqali aloqa, kommunal to'lovlar va pul o'tkazmalarini qila boshladi. Ular hatto O'zbekistonda birinchi bo'lib QR to'lovni ham joriy qilishdi. Natijada servis foydalanuvchilari 9 millionga yetdi. Va eng katta yangilik, TBC Bank 2023-yilda kompaniyani to'liq sotib olib, Payme'ni $55 million ga baholadi. Siz ham shunday startap keyslar va IT faktlarni ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, Avlod Venture sahifasiga obuna bo'ling.